Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Andijon tuman Chilon Mafiya hududida joylashgan 9 gektarlik no'xat mahsuloti yetishtiriladigan konturga yetib keldik. Ushbu kontur 480-raqamli kontur. Ushbu konturda 65 ta fuqaro ishtirokida Xirabek dehqonlari ishlab chiqarish kooperativi bilan birgalikda no'xat mahsulotlarini yetishtirib yuqori daromad olish rejalashtirilgan. Ushbu konturimiz uzunasiga 500, eniga 400 metrdan iborat bo'lib, ushbu konturda kelgusida yuqori daromad olish rejalashtirilgan ikkinchi hosillar orqali. Yon atroflari, chap tomonlari terazor, ro'paralari terazor, yon tomonlari zovur qismi toshgan va orqa tomoni yo'l qismi toshgan. Hozirda yuqori gullash jarayonida ketyapti.